Qo'rqinchliq inson ro'yidan nazarbat qiladi. Umid bo'lsa hayot yashashdagi eng cho'ng ro'yi ozuq. Shu so'zimizning dalili sifatida bugun sizlarga turda eng yuqori nomer bilan bog'langan nodir film Soshenkoning Nijatkari nomli Amerika hikoya filmini so'zlab bermoqchimiz. Bu balkim siz ko'rgan hikoya filmlar ichidagi eng no'chis bo'lib qolishi mumkin. 1947-yildagi Andy bo'lsa yosh ham iste'dodli bank xodimi edi. Ammo u ayolning o'zining do'ppisiga jigiz chilayotganligini bayqab qilib, bu pastkash ishqibozlarni o'ldirib o'tmoqchi bo'ldi. Ömürdə yuvaşlıq bilan kitapның içindən çıxmagan bu erkekning biri o'rilibla eski adam bo'lmoqi bas müşkül bir iş idi. Şuna Andy'mi bu razil niyatidan yenib ularni aman qo'ymoqchi bo'ladi. Lekin shu kun kechda bu ishqibozlar boshqalar tarafidan o'ldirildi. Sotchi bo'lsa Andy'ning qotillik qilganligini ching turib, uni Soshenko turmasiga umrlik qamoq jazosiga buyurdi. Rad bo'lsa bu turmada yetayotgani 20 yil bo'lgan mahbus. Uni mahbuslar orasidagi arbob deyishga bo'ladi. Chunki Rad turmadagilarning nimaga ehtiyoj bo'lsa, shuni akirib beralaydi. Andy turmaga kelgan shu kuni koni mahbuslar bugun kech kimning eng avval yig'laydiganligiga duot etdi. Andy shu kun kechni bir ig'izmi tinmay tinish o'tkazdi. Shu sabab bilan Rad ikki qop tomoq futurdi. Ertasi munchida bir qizilbosh kelib Andyga po'xurlik qilmoqchi bo'ldi. Andy bir ig'izmi tinmay ketib qoladi. Andy turmaga kelib bir oygacha birasiga aldirab gap qilmaydi. Bir oydan keyin Andy Radning yoniga kelib, o'zining bir turni tumshiq bo'lqiga ehtiyoj borligini aytdi. Rad garchi Andyning bu narsa bilan turmadan qechish niyati bormikan deydigan gumoni bo'lsa-mu, ammo u turni tumshiq bo'lqini qo'liga olgandan keyin buning mumkin bo'lmaydiganligini biladi. Turmaning ichidagi turmushga ko'nish hargiz oson emas edi. Andyning ro'yidagi besimni o'zidan boshqalar hargizmi his qila olmasligi mumkin. Shunday kunlarning birida yilqi qizilbosh sho'rkinlar bilan kelib Andyni urib yotqizib, uning po'xirlik qildi. Shundan keyin Andyning yuz ko'zlari yorili yuriydi. Qizilboshmi fursat topsa Andyni bo'za qilib o'ynaydi. 1949-yilda Atiyaz basli kelganda turma uylarining o'gizlarini o'zgartirishga to'g'ri kelib, Rad qatorliq 10 necha mahbus o'gizda qarmay yetishga o'rinlashtirildi. Bularning ichida Andy mi bor edi. Mahbuslar ishdan o'tib Gundupaylarning bajaqir qilishgan boshqa yetinchilikni anglab qoladi. Andy Gundupaylar boshqaning iniq berib, o'zining uningga amal qilib qonunli holda bajdan qochirib beralaydiganligini va buning badali uchun ishlayotgan mahbuslarga muzdek piv talab qilganligini aytdi. Shunday qilib Gundupaylar boshqa o'ngishli bajdan qochib mahbuslarga piv tarqatib berdi. Bu ish bilan bu mahbuslar orasidagi do'stlikmi cho'ng qolishdi. Oradan uzun o'tmay Qizilbosh yana Andyga chiqilg'ili keldi. Bu qitim u Andyni qattiq urib, bir oydan ortiq doktorxonaga yotqizib qo'ydi. Qizilbosh bir hafta yolg'iz kameraga solinib yenib chiqqanda bo'lsa, Gundupaylar boshqa kamerada uni Andyning uyiga elib berish uchun saqlab turgan edi. Shunday qilib Gundupaylar boshqa Qizilboshning keyingi umrini chaqliq o'rindiqda o'ltirdigan qilib qo'ydi. Andy doktorxonaga yenib chiqqandan keyin Rad Andyga shu vaqtga danglik cho'lponning rasmini sovg'at qilib berdi. Turma boshlig'imi Andyning bajdan qachalaydigan karomatining borligini bilgandan keyin Andyni kutubxonaga yo'tkab qo'ydi. Bu kutubxonaga Brooks ismli bir qiyri mahbus mas'ul bo'lib, Brooksning 45 yillik umri mushu turmada o'tgan edi. Andy amdili kutubxonaga kelib turishiga bir Gundupay kelib, o'g'liga o'qish yordam puli iltimosini yozg'izdi. Shunday qilib Andy bu turmada barliq saqchilarning, hatto turma boshlig'ining baj ishlarini bartaraf qilib berdi. Ardın uzun o'tmay Brooks turmadan chiqdi. U turmadan chiqqandan keyin hukumatning o'rinlashtirishi bo'yicha yotoq va xizmatga erishdi. Lekin 45 yil turmada yotgan bir odam uchun bu dunyo to'lim yot edi. Notanish kishilar orasida Brooks turmani qattiq siyqladi. Talay qitim yana bir gunoh o'tkazib, turmaga qaytib ketishni o'ylagan bo'lsa-mu, qo'llari titrab, mag'dur qolmagan shu badallarga ishonch qilmaydi. Brooks yangi dunyoning yolg'iz turmushiga amli ko'nishni loyiq topmadi bo'lg'ay, o'z hayotini oxirlashtirib, turmadagi aslimalarni birga elib ketdi. Soshenko turmasidagi hayot yana o'z o'qida davomlashyapti. Shu kunlarning birida mahbus Tom bu turmaga o'g'irlik jinoyati bilan elib kelindi. Uning ayoli va yangi tug'ilgan bolasi bor edi. Tom Andyning ish izlarini olgandan keyin Andyni izlab kelib, o'zining to'liq o'ttirning diplomini olg'is borligini aytdi. Andy bir o'g'rining o'qish niyati kelganligini xush bo'lib, uningga dars takror qilib berdi. Shunday qilib Tom va Andy o'rtasidagi do'stlik texim cho'ng qurilishdi. Tom Raddan Andyning qanday qilib bu yerga kelib qolganligini uqib hayron qoldi. U burun boshqa turmaga so'langanida yotoqdishning bu diloni sodir qilganligini anglagan edi. Andy bu ishni anglagandan keyin darhol turma boshlig'ining yoniga chiqib, o'zining dilosini qayta tekshirishga iltimos qilishini o'tindi. Ammo turma boshlig'i uchun Andy endi bu turmadan chiqib kelsa bo'lmaydi. Chunki Andy turma boshlig'ining nurg'un bajdan qochgan qilmishini isboti bilan biladi. Shunday qilib turma boshlig'i Andyning bu talabini rad qilganning ustiga Tomga qiltaq qurib, turmaning qochganini etib o'ltirildi degan qalpoqni kiygizdi. Andy shundan keyin texmi shukilishib ketdi. Rad qatorliq do'stlari uningdan bargan sir ansiraydigan bo'lib qoladi.
Ammo ularning hech qaysi Andining 20 yildan buyon tuzgan planining amalga ish oldi turayotganligini bilmaydi. Andi bugunmi xuddi necha yilning yo'q qilib kelayotganidek Turum boshliqining hisobotlarini ratlab berib, ishlarini tugatib qaytib chiqadi. Talada guldirmamliq yomg'ir yog'yotdi. Rad bo'lsa Andidan ansirab yotolmayotdi. Tong otdi. Kamerlarning ishga ichilib, mahbuslar odati bo'yicha ishga oldiga chiqdi. Lekin Andining ishgalli quruq turibdi. Gundupay Andining yotqiga kirib, Andining yo'qolib ketganligini bayqaydi. Turum boshlig'i Andining yotqida Radni so'roq qilayotganda tomdagi chaplaqliq rasmga bir tal tosh otadi. Tosh rasmni tishib o'tib ketadi. Shundala ular Andining bu shahardan laxmi qo'lab qochib ketganligini bildi. Andi asli heliq turun tumshuq bo'lqi bilan 20 yil tam qo'laydi. Qo'lab chiqargan to'plarni har kuni yanchiqqa qachlab chiqib, sayli qilgan bo'lib, talog'i chechirdi. Turmadan qochadigan kuni u Turum boshlig'ining xotirasini o'zi oldin tayyorlab olgan xotiraga almashtirdi. Ondan Turum boshlig'ining kostyumi va oyitini kiyib qaytib keladi. U kerakli narsalarni oldin tayyorlab olgan so'lga xoltaga silib, xoltini putiga chigib oladi. U Lahmudni o'tib sirtqa tutishadigan Avraz yo'lini chaqmoqning chiqishi bilan chiqib, shu yo'l bilan turmadan qochib ketadi. Ikkinchi kuni Turum boshlig'i rasmning keyinda laxm borligini bayqagan vaqtda Andi bankiga yetib keladi. U asli turmada soqchilarning boj rasmiyatini bijirib bergan vaqtda davlat qonunining yo'chiqidan foydalanib, mavhum odamdan birini paydo qilib, barliq hisobotni shu mavhum odam orqali ma'lumotdi. Ham barliq pullarni shu kishining hisobotiga yo'tkaydi. Bu mavhum odam amaliyot yo'q bo'lsa-mu, hukumat daftarida bor odam edi. Andi hozir bankida shu mavhum odamning siyaqida rasmiyat bijiryapti. U rasmiyat bijirib bo'lgan ekan bank xodimiga turma boshlig'ining hisobot xotirasini berib, pochtadan silib etishni buyurdi. Shunday qilib, Andi 370 ming dollar pulni ilib, bu davlatdan g'oyib bo'ladi. Uzun o'tmay, soqchilar Soshenko turmasiga turma boshlig'i va turma soqchilarini tutqili yetib keladi. Turma boshlig'i hamon qutulolmaydiganligini bildi bo'lg'ay, o'zini itib o'ldirib oldi. Kino mushar kelganda asosan oxirlashdi. Mazkur kinoning umumiy uzunligi 140 minut bo'lib, bir inson uchun mustahkam iroda va cho'nqur bilimning qanchalik darajada muhimligini ichib bergan desak, ortiq ketmas balkim. Xuddi kinoda aytilgandek, odam yoki aldirishlik ichida yashash kerak yoki o'limga aldirish kerak. Xo'sh qadrli ko'rmanlar, bugungi mazmunlarni yoqtirgan bo'lsanglar, ham bahrlab qo'yishni unutmaysizlar. Shundaq ham mazkur filmni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Talat media salonimizga qo'shilib, 15 raqamini avasangiz Uyg'urcha nusxasidan haqsiz bahramlanasiz.